Bekvoyniz Ozod aka. Bu lafzingiz bormi jigar? O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa, men uylanaman degandingiz. Hadesda qilmaysizmi? Bu yo'q bo'ldimi? Firfirmi? Xalta bo'lmasin endi. Shuncha odamni oldida onasini hamsin. Mana bittalar hamma uylanib bo'ldi, hamma. Siz qoldingiz, siz. Короче, deysiz kutamiz. Bo'lag'oling. Bu auditoriya bilan o'ynash oson narsa emas, bu oddiy narsa emas. Hurmatli Bekvans Ozod aka, odam borib bitta lafzli bo'lish kerak-da. O'zi tegin olib qaraganda O'zbekiston jahon chempionatiga sizni uylanishingizni, to'yingizni ko'rish uchun chiqdi. Endi действие bo'lmasa bilmadim endi oka. Undan ko'ra Instagramingizni udalit qo'ying yoki katta qilib post qo'ying, kaka qilib qo'ydim deb. Tez действие bo'lsa bo'lmasa bilmayman oka, udalit qilib qo'ying, akkaunt kerak emas. Kujon, mana taklifnomani ol. Bo'pti, to'y qachon? Ne endi siz boshlaysiz? Desdi. Olib ketinglar bu kamni. Qara, to'xta. Nima bo'lsa uylanaman degding? Siz qattan hammaylar Nima bo'lsa uylanaman degding? O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa uylanaman dedim. Chiqdi. Endi chiqdi. Bo'ldi, xo'p. Ertaga uylana olmayman-ku. Bu yil uylanasan. Bu yil qattan ulguraman. Sen O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqandan keyin 10 yildan keyin uylanaman demading. Ertaga ham uylanaman demadim-ku. Siz uylanaman deding. Nima ham unaqa o'tdi menga? Mana shunga uylandi deb yozib yuboringlar, iltimos. Uylanasan. Aylanamiz, surgulamiz. Ha, Ozodbek ukajonim, nima gap? Shanchu men aytaman-u. O'zi karillab urish kerak emas, ukam. Jahon chempionatiga chiqdi, mana uylanaman degding. Da, sen ertasi kuni uylanaman demagansan. No, ukam, действие qani, ukam? Ukam, unaqa bo'lmalaring, o. Ozod zo'misa, gapirishga gapirib qo'yding, lekin chiroyli bo'lmayapti просто. Sen endi unaqa bo'lamassa, pustoslovlik ko'payib ketib qolgan, hech qanaqa fortichkang yo'q, уже bosib yuborgan. Jahon chempionatiga chiqsa uylanaman deb qo'yding. Endi hozir menimcha o'sha bundoq qaraganda ko'zing o'sha birinchi tushgan qizga uylanib yor agar bo'lmasa. Bekvayniz. Va'dani bergandan keyin bajarish kerak. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa, yerga xato olaman degandingiz. Ha, jahon chempionatiga chiqdi. Uylanish kerak endi. Va'dani bajarish kerak. Agar shu buylam uylanmasang yerga berib yuboraman degani, men to'g'ri qiziqchi. Davay, kutyapmiz. Videoga chalg'imang. Davay, turing, harakat qiling. Mabodo sizlarni ham qulog'ingizga chalinmadimi? Shu O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishi bilan men uylanaman degan gaplar Bekvayniz gapga deysiya bo'ladi-yu, to'g'rimi? Beklar gapiga javob beradi-yu, bu yog'iga to'y ko'rar ekanmiz-da. Max, xullas, Ozod Bekvayniz, ya'ni O'zbekiston jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritsa, ya'ni chiqsa, men uylanaman degan, deysizlarmi? Ha, esimda. Endi gapga javob berish kerak. To'y qachon? Ozod, to'y qachon? Sizlar jahon chempionatini yutsa demasangiz bo'ldi endi. Yo'q, endi bahonalar ketmaydi. Jahon chempionatiga chiqsa degan gapga javob berish kerak. To'y qachon? Qachon deb qo'lga taklifnoma olamiz. Qachon to'y? Qachon? Aka, yaxshimisiz? Men sizni gapiga javob beradigan zdravый bola deb o'yladim, aka. Agar komandamiz O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa uylanaman dedingiz. Действие qani aka endi? Qani endi ko'ringlar-chi? Erkak kishi bitta gapiradi demdingiz? Действие. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa uylanaman deb qo'ygan gapingiz bor edi aka. Endi bu yog'iga Arslon izidan Bekvayniz so'zidan qaytmaydigan umiddaman. To'ylarni kutib qolaman. Okay? Bitta narsa-da. Biz erkak kishining gapiga javob berish kerak-da. Javob berish kerak. Mana hozir Bekvayniz aytayotsan, javob bera olmayapti-da. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa uylanaman deydi. Xo'p, javob bersin. Mana shuni aytolma. Men javob beraman. Yo'q, voy qishni uylanaman, yo'q, voy birdan uylanaman. Yo'q, erkakchiligiga to'g'ri keladi. Nima uylana olmayman bo'lsa? Kasalmi? Yo'q. Menimcha to'yga puli yo'q. Bittini yo'q. Krediti bormi? Nima deysiz? Shu. Просто pulim ko'p deb. Yoki bo'lmasa qatdan bilasiz? Shunaqa. Mana shu aytilgan variantlar ichida mana bu to'g'ri. Mana shu to'g'ri. Agar uylanmasa mana shu to'g'ri bo'lib chiqadi. Gapni javob bering. O'ylanmadik lekin. Ozod aka, sizda ikkita variant qolgan. Boshqa variant yo'q aka. Birinchi variant
Bu yil любой duch kelgan qizga uylanib yuborasiz. Ikkinchi variant esa meni kutib tursiz, birga uylanib yuboramiz. Eng qizig'i to'yxonamanda. Okey, boshqa variantingiz yo'q ekan. Bekvayns yaxshimisan? Qachon uylanasan? Bu uylanaman deb va'da qildingmi, uylanish kerak edi. Unda oldi qochdi gaplarni yig'ishtirib, shartta bir kunning ichida bo'lsa ham qiz topib uylanish kerak endi. Hamma gapirib uyaltiryapti. Bet bo'lsa uyaladida. Unda uyalib shartta harakat qilib uylanmaydimi odam? Uylan.